Mana shunaqa yangi asfalt qo'yilgan ko'chada qaranglar, yangi kottejlarimiz sotilyapti. Manzilimiz Sergeli tumani Xonobod mahallasi, atrofida maktab, bog'cha, hamma qulayliklar mavjud. Umumiy maydoni 1.7 sotik 4 xona plus holdan iborat. Hammasi 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Mana oldilariga ham archalar ekilgan, ziloniy zonalar qilingan. Ko'cha tomonga bitta mashinalarni qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Qaranglar, juda ham fayzli qurilgan. Ko'chasi ham kengina. Ana endi mana shunisi bilan tanishamiz, ketdik. Mana uyimizni ichkaridan fasad ko'rinishi oppoqqina travertilla qilingan. Bu yoqda mana yozgi oshxonasi, gaz plita, umumvalnik, tepalari leksam bilan to'silgan. Tashqarida bitta hojatxona qilingan. Bu yoqda umumvalnik, karchirga ham mana sharoitlar qilingan. Darazadan kirib bemalol ikkita mashinani parkovka qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki bitta mashina qo'yib, tapchan qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Qaranglar, tepalari naves qilingan. Mana shu xonamiz tegi podval. Podvalimiz ham kengina, unumli foydalansanglar bo'ladi. Podvalga duh konturli kotel o'rnatilgan. Mana uyimizni qaranglar, juda ham fayzli, akkuratli qurilgan kompaktniy kottej. To'yida mana manzarali gullar qilib qo'yilgan. Bu yoqda mana ko'rib turganingizdek qaranglar, kichkina joydan unumli foydalanib ziloniy zona qo'rilgan. Ana endi asosiy xonalar bilan tanishamiz. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda oshxona keladi. Oshxonamizni qaranglar, tayyorgina mebel texnikalari ham bor. Hamma xonada mana shunaqa zamonaviy usuldagi lyustralar ilingan. Mana bu yoqda bitta bolalar yotoqxonasi joylashgan. Hamma joy tupli polda siydi. Mana bu yoqda qaranglar, holda ham bu yoqqa mana divarlar qo'yib, bu yoqqa televizor qo'yib maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda umumiy sanuzil. Hisobda 3 ta sanuzil bor. Mana hamma sharoitlari qilingan. Mana bu yoqda ham yana bitta xonamiz bor. Xonamizni ko'rib turibsizlar. Yorqin abo'ylar, oppoqqina eshiklar qilingan. Mana bu yerda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Ichida o'zini yuvinish xonachasiga ega. Mana bu yoqda mehmonxonamiz ham kengina, kattagina mehmonxonadan orqa tomonga chiqsanglar bo'ladi. Mana havo aylanib turadi, quyosh nuri hamma xonalarga tushadi. Mana bu mehmonxonamiz, lyustrasini qaranglar, juda ham chiroyli, zamonaviy lyustralar qilingan. Eslatib o'taman, 1.7 sotuvdan tushgan kottejlarimiz 4 xona plus mana bu hol, 3 ta sanuzil, 100% pishgan g'ishtdan qurilgan, Sergeli tumani Xonobod mahallasida joylashgan. Narxi 103 ming deyilyapti. Yana kelishtirib beriladi. Videoga like bosib, bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying hamda mana shu uy qidirgan yaqiningizga videoni yuborib qo'ying. Rahmat, salomat bo'ling.